to'g'ri hangi deyapti geografik olislarda bo'lmaydi bo'lyapti tashlab bo'lishiga madaniy olimlarga seni din boshqa meni dinim boshqa yoki masalan an'anasi qadriyati boshqa unaqa demayaptida bu bular sabab bo'lmaydi deyapti keyin nodonlik nazariyasi deyapti bu yerda keyin yana bittasi nodonlik nazariyasi ham xuddi yangidagidek temur qonunga o'xshagan bo'lar ekanlar davlatni qashshoqligi o'sha davlat nimani rahbarlari xalqqa yaxshilik qilmaslikda boshqarib nodonlik tutar ekanda o'sha nazariya bilan yuraverar ekan faqat o'sha davlatdan olar ekanda o'zini o'zini atrofidagilar uchun faqat o'sha nazariya bilan nodonlik nazariyasi bilan yuraverar ekan bunda keyin bu farqi bo'y bo'lishiga ta'lim olish erkinlik bo'lishini istamaydi ekan o'sha nodonlik nazariyasida yuradiganlar bu ularni hokimiyatiga qarshi olishi mumkin ekan endi kitobimizda yana oxirgi xulosasiga kelgani bormish kitobda umuman shunaqa xulosa kelyapti insonlarni tanlovi deyapti siyosiy kurash va